Mana bu bizlardan judo bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlar normativlarini, ijodiy imtihonlar normativlarini hozir bir boshdan ko'rib o'tamiz. Shu kunduzgi va sirtqi ta'lim yo'nalishi uchun yo'layotadigan ijodiy imtihon normativlarini. Hozirgi birinchi bajaradigan harakatimiz tik turgan holatdan ko'prik most holatiga tushib aylana chopish. Bunda asosiy talab qilinadigan narsa ko'rmagan ko'llar qulfdek birlashtirilib 5 ta o'ng tomonga 5 ta chap tomonga aylanish tarafidan har tomonga aylangan paytda asosiy tirsakda gilamdan uzilmasligi talab qilinadi. Shu narsani mashqni birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi mashqimiz bunda ko'prik holatda 8 marta boshdan oshib patlash mashqi, ya'ni peravorat deymiz buni. Bu asosiy nimamiz vazn toifalarga qarab vaqtlar ajratiladi. 80 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida 14 soniyada 8 marta bajaradi. 90 kilogrammgacha bo'lgan 14,5 soniya. 90 kilogrammdan oshib bo'lgan abituriyentlarimiz uchun 15,5 soniyada bajarish talab qilinadi. Hozir shu mashqni birgalikda ko'rib o'tamiz. Bunda asosiy ko'proq vaqtga e'tibor berish kerakligi talab qilinadi. Navbatdagi mashqimiz tik turgan holatdan ko'prik holatiga 8 marta tushish bilan shunday soniya vaqt hisobga olish kerak bo'ladi. Bu yer 60-70 kilogrammgacha bo'lgan sportchilar 14 soniya, 80 kilogrammgacha 14,5 soniya, 90 kilogrammgacha 25 va 90 kilogrammdan og'ir bo'lganda 15,5 soniyada 8 marta bajarishi talab qiladi. Hozir bu uch narsani ko'rib o'tamiz. Endigi navbat ixtisosli mashqlar bo'yicha texnik harakatlarni shu yerda ko'rib o'tamiz. Hozirgi mashqimiz ya'ni yutilish holatlari bo'yicha chapga va yuqoriga yutilishning dunyolarning holatlari mashqlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi mashqimiz shinta, ya'ni o'zini saqlagan harakatlanishdir. Navbatdagi usullarimiz texnik usullar, ya'ni yiqitishlarga o'tamiz. Bunda o'quviy ashib qaray, ya'ni raqibni yurgizgan holda yondan ilib tashlash harakatini birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi texnik harakatimiz o'quviy ashib qaray, ya'ni raqibni yurgizgan holda yondan ilib tashlash harakati. Navbatdagi texnik harakatimiz ikki o'q to'shi usuli. Bunda muvozanatdan chiqarib oldindan tashlash usulini ishlashimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi texnik harakatlarimiz muvozanatdan turgan holatda tashlash usullarimiz 3 marta usuli. Ya'ni buni raqibni oyoqlari orasidan oyoq bilan ko'tarib tashlash. Har usulimiz o'ng va chap tomonga bajarish talab qilinadi. Ketdi.
O'zbekistonga rahmat. Navbatdagi harakatimiz uchi magneton, ya'ni qo'ldan ushlagan holda yelkadan aylanib bo'shatib tashlash harakatini hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi texnik harakatimiz sun'iy gayishi usuli. Bunda qo'l va yelkadan ushlab, oyoq bilan bosh ustidan bo'shatib tashlash usulini hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi texnik harakatimiz bu o'ng urinma usuli. Bunda buralgan holatda oyoqlar bilan oldindan chalib tashlash usulini bajarish talab qilinadi. Navbatdagi texnik harakatimiz Osoto burulma usuli. Bunda ikkala oyoqdan orqaga qayirib tashlash harakatini bajarish talab qilinadi. Navbatdagi texnik harakatlarimiz nevaza, ya'ni parterda bajariladigan harakatlarimiz. Bunda qo'lda og'riq beruvchi usul, ya'ni Budi, Ishigi, Sankaku, Gatami. Bunda oyoq va qo'l bilan boshni ushlagan holda tirsakka og'riq berish usulini hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Keyingi texnik harakatlarimiz yotgan holatda, ya'ni kadami vaza, ya'ni bosib turish holatlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bunda birinchi harakatimiz Kesagatan usuli. Bunda raqibni qo'l va boshdan ushlagan holda yelkasini bilan bosib turish usuli. Hozir buni birgalikda ko'rib o'tamiz. İkinci harekatimiz Yoko Shikogatay, yani yon tomondan o'tib belbog' va bosh tomondan ushlash harakati. Yon tomondan bosib turish harakati. Navbatdagi uchinchi bosib turish harakati bunda Kami Shikogatay, ya'ni raqibni bosh tomondan o'tgan holda bosib turish harakatini birgalikda ko'rib o'tamiz. Navbatdagi to'rtinchi texnik harakatimiz Ati Shikogatay, ya'ni raqibni ustidan chiqqan holda tepadan turgan holda bosib turish harakatini birgalikda ko'rib o'tamiz.